Bosh prokuratura ishchi guruhi tomonidan poytaxtimizda energiya samaradorligini oshirish tizimini yaxshilash, sohani raqamlashtirish, shuningdek uning talon-taroj etilishini oldini olishga qaratilgan tadbirlar izchil davom etmoqda. Yunusobod tumanidan tayyorlangan lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Bugungi kunda respublikamizda yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanishda isrofgarchilikni kamaytirish va undan oqilona foydalanish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 1-apreldagi yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishning oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq Yunusobod tumanida aholi turmush sifatini yaxshilash va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Binobarin ushbu tuman podstansiyasidagi 40 megavatli transformatorlar o'rniga yangi 63 megavatli transformatorlar o'rnatildi. Bu orqali endilikda 50% iste'molchilarga, xususan 48721 ta aholi, 2100 ta yuridik iste'molchilar va 46 ta ijtimoiy soha obyektlariga elektr energiyasini yetkazib berish mumkin bo'ladi. Energiya resurslarini iqtisod qilish borasidagi ishlar yuzasidan tuman mahallalaridagi eski gaz bosimini sozlash punktlari yangi zamonaviyga almashtirilmoqda. Shu bilan birga 650 ta aholi xonadonlarining gaz hisoblagichlari 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazilib, bunda aholining tabiiy gazdan oqilona foydalanishiga erishiladi. Yunusobod tumanida bu yilgi iqtisod rejasiga asosan hamda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik rejalariga asosan bir qator chora-tadbirlar belgilab olingan. Shular qatorida eskirgan gaz taqsimlash punktlarini yangisiga almashtirish. Bu ikki taraflama foyda bo'ladi. Biri mana eskirgan gaz taqsimlash punktini yangisiga almashtirganimizda aholiga bir me'yorda gaz bosimida yetkazib berish. Ikkinchi tarafida eskirgan gaz taqsimlash punktlarida gaz sizib chiqish holatlari mavjud bo'ladi. Bu yangisiga qo'yganimizning hisobiga bu ortiqcha gaz chiqib ketishlarini oldini olamiz hamda iqtisod qilish chora-tadbirlarini bajargan bo'lamiz. Maxsus ishchi guruhning olib borayotgan ishlari natijasida Shoshtepa mahallasidagi ko'p qavatli uylarning elektr hisoblagichlari yangilariga almashtirildi. Mazkur ishlar tufayli elektr tarmog'ida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar oldi olinmoqda. Shuningdek, aholi xonadonlari, ijtimoiy soha obyektlari hamda tadbirkorlik subyektlari o'rtasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish maqsadida tumanda 12 megavat quyosh panellari o'rnatishlari belgilangan bo'lib, bu boradagi reja hozirda 40% ga bajarildi. Yunusobod tumanida 7000 dan ortiq ta'mirtalab elektr taqsimlash qutilari mavjud bo'lib, hozirgi kunda bulardan 5000 dan ortig'i qayta ta'mirlandi. Bugungi birgina misol, Yunusobod tumani 19-mavze Shoshtepa mahallasida 1000 dan ortiq elektr taqsimlash qutilari mavjud bo'lib, umumiy 14 ta domda barchasi qayta ta'mirlandi. Buni afzalliklari eski holdagi ochiq qolgan simlar, tartibsiz bo'lgan simlar paytida elektr energiya yo'qotish tarfi yuqori bo'lsa, hozir ta'mirdan keyin bu 60-70% gacha kamaygan. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, poytaxtimizda yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratini samarali tashkil etish va muvofiqlashtirish borasidagi ishlar izchil davom etmoqda.